bir so'm boshlanish to'lovi yo'q, banklarni aralashtirmasdan halol narsa savdoga mashinamiz kelib qolgan edi. O'zimiz $9,000 ga baraka qiluvdik 2020-yil Cobalt'ni. O'sha zahoti bular klientlarimiz bizga bering deb turib olganlar uchun sirazi joyida inshaalloh bularga nasib qilgan ekan qilib berdik. Puldan haydab ko'rdilaring, mashina ma'qul keldi. Bugun sotuvga olib kelishuvdi. Keling, bittalaring bilan video qilaylik endi aka. Nimasi ham, Cobalt olyapsiz-ku. Necha kun bo'ldi kelganingizga aka? 2 kun bo'libdi. Yaxshi mashina qilib berasiz deb kelib niyat qilishgan ekan. Ketmasdan turishdi. Mana shu Cobalt nasib qildi. Xudo xolasa hujjatlari bitdimi aka? 2020-yil mexanika korobka, yaxshi monitorlari, yaxshi poliklari qo'yilgan, 4-pakali gazlari qo'yilgan edi. Aka, grafik to'lovini aytib o'talasizmi? Oylik to'lovingiz qanchadan chiqdi? $337 necha yilga bo'ldi? 2 yilga bo'ldi. Bank aralashdimi, aralashmadimi? Bizning ofisimizdan boshqa joyga bordingizmi? Yo bankka yoki undaqa boshqa ma'qul tushdimi aka? Aka, barakasini bersin. Hammaga priz qo'shib berasiz. Bizga nima qo'shib berasiz do'llar? O'zingiz ayting desak, chexol tanladingizmi? Yaxshi chexoldan inshaalloh shu mashinaga o'zimiz NBN jamoasi podarka qildi. Aka, salomat bo'ling.